Ot insonning eng yaqin hamrohi, sadoqatli do'sti va ko'plab milliy an'analarimizning ajralmas qismidir. Asrlar davomida ajdodlarimiz ot bilan birga yashab, uni sharaf va g'urur ramzi sifatida qadrlab kelishgan. Bugun esa ot sporti nafaqat milliy merosimiz, balki zamonaviy sport turlaridan biri sifatida ham tobora rivojlanib bormoqda. Dasturimiz davomida siz ot sportining qiziqarli jihatlari, mohir chavandozlar, noyob zotli otlar hamda bu sport ortida turgan katta mehnat va fidoyilik haqida batafsil bilib olasiz. Yurtimizda ot sportini rivojlantirish, yosh chavandozlarni tarbiyalash va milliy sport an'analarini asrab-avaylash maqsadida bir qator ixtisoslashgan maskanlar faoliyat yuritmoqda. Shunday majmualardan biri O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining Buxoro viloyatidagi Chavandozlar maktabidir. Mazkur maktab nafaqat chavandozlarni tayyorlash, balki otlarni parvarish qilish, ularni sport musobaqalariga tayyorlash hamda bu sohada professional tajriba almashish uchun ham muhim obyektlardan biri hisoblanadi. Bu yerda yoshlar va mutaxassislar uchun zarur sharoitlar yaratilgan bo'lib, chavandozlik mahorati qatnashchilarga o'rgatib kelinmoqda. Chavandozlar maktabining hududi umumiy hisobda 12,8 gektarni tashkil etadi. Jami maydon doirasida otlarni parvarish qilish, ularni oziqlantirish hamda sport mashg'ulotlarini olib borish uchun alohida zonalar ajratilgan. Hududning 7,5 gektar qismi ekin maydonlari bo'lib, bu yerda otlar uchun zarur bo'lgan o't, xashak ozuqalari yetishtiriladi. Bundan tashqari 1,2 gektar maydon maxsus mashg'ulot maydoni va professional musobaqalar o'tkazish hududi hisoblanadi. Aynan shu yerda chavandozlar o'z mahoratini oshirib, otlar bilan uyg'un harakat qilish, murakkab sport elementlarini bajarish va musobaqalarga tayyorgarlik jarayonlarini olib borishadi. Hududning qolgan 4,1 gektar qismida esa otxonalar, ozuqa omborlari, texnik va yordamchi binolar joylashgan. Chavandozlar maktabida turibmiz. Hozir siz ko'rib turgan ushbu pavilyonda 12 bosh otlar bor. Men yonida turgan ot esa, demak, Mustang laqabli ot va buning yoshi hozir demak 7 yoshda. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, aynan otlar 6-7 yoshda ayni kuchga to'lgan davrida bo'ladi. Yana qo'shimcha ma'lumotlarga qaraganda, ushbu otlar ko'pkari musobaqalari, shuningdek, shahar ichida olib boriladigan ayrim tadbirlarda ham ishtirok etishi nazarda tutilgan. Ushbu otlar arpa, shuningdek ko'k, o'sha beda o'tlar bilan oziqlanadi. Undan tashqari otlar bu yerda faqat saqlanmaydi. Bular ayni damlarda turli mashg'ulotlar, shuningdek, ya'ni bahoriy mavsum boshlangandan keyin dalalarga chiqarib alohida boqilar ekan. Undan tashqari ichkari pavilyonlarda ham otlar saqlanyapti. Qo'shimcha sifatida aytadigan bo'lsak, qora bayrlardan tashqari bu yerda turli sport otlari ham bor. Bizga murabbiylar aytishdiki, Gannover otlari, shuningdek, Axaltikin otlari ham ushbu Buxoro Chavandozlar maktabida saqlanmoqda va parvarish qilinmoqda. Bugungi kunda ushbu maktabda nafaqat professional chavandozlar, balki imkoniyati cheklangan yoshlar ham, shuningdek, salomatligiga bee'tibor bo'lmagan viloyatimiz sportsevarlari ham qatnashib, o'z imkoniyatlarini, o'z mahoratlarini oshirib Tabiiy holat do'stlar, otlarning kishnashi, buni biz uzoq kutgan edik. Bu jarayonlarni ham albatta o'zimiz uchun saqlab qo'yamiz. Demak, biz jarayonlarni kuzatishda davom etamiz. Yuqorida ta'kidlab o'tganimiz kabi turli zotlarga mansub otlar ham parvarish qilinadi. Hozirgi kunda bu yerda 10 dan ortiq ot zotlari mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlari, chidamliligi va sportdagi imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Maktabda parvarish qilinayotgan otlar orasida dunyoga mashhur zotlardan biri bo'lgan Axaltikin otlari ham bor. Bu zot o'zining nafis tuzilishi, tezligi va chidamliligi bilan tanilgan bo'lib, ko'plab sport musobaqalarida yuqori natijalar ko'rsatish imkoniyatiga ega. Shuningdek, sport otlari qatoriga kiruvchi Gannover zotli otlar ham chavandozlar mashg'ulotlarida muhim o'rin tutadi. Ular kuchli gavdasi, muvozanati va itoatkorligi bilan mashhur bo'lib, ayniqsa sportning konkur, uchkurash kabi yo'nalishlarda samarali ishtirok etadi. Bundan tashqari, maktabda poni zotiga mansub otlar ham mavjud. Bu kichik, ammo chaqqon va sabrli otlar ko'pincha yosh bolajon chavandozlar uchun mashg'ulot jarayonlarida qo'llaniladi. Ular bolalar va yangi o'rganuvchilar uchun juda qulay va xavfsiz sanaladi. Milliy ot zotlarimizdan biri bo'lgan Qorabayir otlari ham otxonalarda saqlanadi va parvarish qilinmoqda.
Qorabayir zotli otlar nisbatan ko'proq milliy o'yinlarimizdan biri hisoblangan. Uloq ko'pkari bellashuvlardagi ishtiroki bilan taniqli. Bundan tashqari maktabda boshqa turli zotlarga mansub otlar ham mavjud bo'lib, ularning har biri sport mashg'ulotlari, tayyorgarlik jarayonlari hamda chavandozlarning mahoratini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shu xilma-xillik chavandozlarga turli xarakterga ega otlar bilan ishlash tajribasini oshirish imkoniyatini beradi. Mashg'ulot jarayonlarini 1,5 soatdan 3 soatgacha olib boramiz. Albatta bunda sportchining yoshiga, imkoniyatiga kelib chiqib, mana bunday maxsus iplar yordamida mana shu yuvosh bo'lgan birinchi boshlang'ich yuvosh otlarimizga mindirib, uni boshlang'ich bilimlarni o'rgatamiz. Hozir ko'rib turganingizdek, birinchi holat bu otni oddiy yurg'izish va o'ngga, chapga burish holatlarini o'rgatib o'tdim. Keyingi holat otni tezlashib yurishda unda risk deb nomlanadi. Yo'rg'alash deyiladi o'zbek adabiy tilimizda. Yo'rg'alash amaliyotini amalga oshirdik va 3-holatda esa o'sha bo'lada otni choptirish ko'nikmalarini rivojlantirdik. Bu bolalarimizni asosan jismoniy kelib chiqish imkoniyatlaridan kelib chiqib, ularni 2-3 hattoki 1-2 yil davomida o'sha boshlang'ich bilimlarni bergandan keyin o'sha professional darajada tayyorlashni boshlaymiz va bular 14 yoshdan respublika musobaqalariga chopishi mumkin. Hozirgi kunda faqat sportchilar uchun biz faoliyat yuritmaymiz, chunki bu yerda keladigan bolalarimiz birinchi o'rinda ot sportining ham jismoniy ham ruhiy jihatdan bolalarning salomatligi, yaxshi o'sishi va ba'zi bir kasalliklarni davolash maqsadida ota-onalarimiz bolalarni keltirib, o'sha bolalarni kelajagi uchun tayanch bo'ladi. Nima uchun men gapimni boshida yuvosh deb aytdim? Chunki bolalarimiz ot haqida, jonivorlar haqida ma'lumotga ega emas. Shuning uchun ularga yuvoshroq taralanib, saralanib, ularni o'sha mashg'ulot joylarida foydalanish topshiriladi. Keyin juda ham yaxshi minadigan, o'ziga ishonchi hosil qiladigan bolalarimiz keyin o'sha asov otlarni minib, hattoki asov otlarni tarbiyalab, o'sha musobaqalarga topishadi. Chavandozlar maktabida mashg'ulot jarayonlarini samarali tashkil etish uchun maxsus manejlar ham barpo etilgan. Ushbu manejlar chavandozlar va otlar uchun mo'ljallangan bo'lib, bu yerda turli mashg'ulotlar va tayyorgarlik jarayonlari olib boriladi. Aynan shu manejlarda otlar o'zlarining chigalyozli mashg'ulotlarini bajaradilar. Bu mashqlar otlarning harakatlarini erkinlashtirish, mushaklarni chiniqtirish va sport mashg'ulotlariga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Chigalyozli mashqlari orqali otlar mashg'ulotdan oldin qizdiriladi, ularning muvozanati, chaqqonligi hamda bo'ysunuvchanligi yanada mustahkamlanadi. Biz hozir turgan joy, demak, Buxoro chavandozlar maktabidagi otlar uchun maxsus manej hisoblanadi. Bu yerda mashg'ulot jarayonlaridan oldin va undan keyingi holatlar, ya'ni mashg'ulotga kirishidan oldin otlar oyoqlarini, chigalini yozib olish uchun mana shunday murabbiylar asnosida harakatlantiriladi va biroz qizdirib olinadi. Mashg'ulotlardan so'ng esa otlar mana shu manejga olib kelinadi. Ular sovish uchun aytaylik o'ziga xos dumalashlar yoki sakrashlar jarayonlarini olib boradi. Hozir siz ko'rib turgan mana shu ot Turkmanistondan keltirilgan o'sha mashhur Ahaltekin zotli ot hisoblanadi va uning ismi Ramazonxon ekan. Demak, hozir murabbiy bilan bu jarayonlarni davom ettiryapti. Buxoro chavandozlar maktabida bugungi kunda 10 dan ortiq professional sportchi o'quvchilar mashg'ulotlarini olib borishadi. Shuningdek, maktab o'quvchilarining 4 nafari O'zbekiston terma jamoasi a'zosi sanalsa, yana bir qator chavandozlar terma jamoaning zaxira sportchilari hisoblanishadi. Yutuqlarga yana to'xtaladigan bo'lsak, 3 nafar ishtirokchilar sport ustasi va yana 4 nafari sport ustaligiga nomzodlar sifatida ko'rsatiladi. Shuhrat aka, keling, ushbu maktab faoliyati, bu yerdagi sportchilar, tulporlar haqida ma'lumot bersangiz. Maktabimizda ot sporti bilan 4 yo'nalish bo'yicha bolalarimiz, sportchi o'quvchilarimiz shug'ullanadi. Konkur, to'siqlardan sakrash, polo sport turi, uch kurash, ot yurtirish turlari bilan shug'ullanadi sportchi o'quvchilar. Demak, bu yerda eng ommabobi konkur yo'nalishi, to'g'rimi? Yo'nalishi uch kurash. Uch kurash, ha? Uch kurash. Keling, tomoshabinlarimizga qiziq, endi konkur yo'nalishini bilishadi. Bu olimpiada sport turidan o'rin olgan. Uch kurash haqida ham ma'lumot bersangiz. Konkur sport turimiz o'sha olimpiada sport dasturiga kirgan. Uch kurash. Uch kurashda 3 ta yo'nalish bo'ladi. Konkur, to'siqlardan sakrash, cross, uzun masofaga yugurish, ot yurtirish. Ot yurtirish. Ot yurtirish turlari bilan shug'ullanadi. Bilamizki, bu yaqin o'tgan 2-3 yil ichida foydalanishga topshirildi shu majmua, to'g'rimi? Mana maydonlar, men ko'ryapmizki, hozir biz jarayonlar davomida
Bu yerda 2 xil, 3 xil maydon bor. Keling, shularni ajratib tushuntirib bersangiz. Xo'sh. Bu maydonimiz o'sha ot sportiga mo'ljallangan bo'lib, ana bu tarafdagi nima maydonimiz shu konkur to'siqlarga sakrashga mo'ljallangan. Bu tarafi polo sport turiga maktabni o'z atrofi o'sha uch kurash foydalansa bo'ladi. Uch kurash turidan ham sport shug'ullansa bo'ladi. Ha, demak musobaqalash uchun rejalashtirilgan. Maktabimizda uch kurash yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston chempionati, O'zbekiston kubogi bo'lib o'tdi 3 bora. O'zimizda mezbonlik qildik shu sport turiga. Shu sport turidan o'quvchilarimiz nufuzli o'rinlarni egallashdi. Birinchi, ikkinchi o'rinlarni egallab. Demak, medallarni taqdim qilishdi. Xo'p, men intervyu boshida siz bilan suhbatlashganimizda bu yerdagi otlar faqatgina qora bayrlar emas, bu yerda boshqa turdagi otlar ham bor degandingiz. Keling, shular haqida ma'lumot bersangiz. Xo'sh, maktabimizda 40 dan ziyod otlarimiz mavjud bo'lib, 13 turdan ziyod zotli otlarimiz bor. Qora bayr, Ganover, chet eldan keltirilgan shu sport konkur yo'nalishiga mo'ljallangan otlarimiz mavjud. Demak, o'sha mashhur ahal-tekin otlarni ham ko'rdik. Ahal-tekin otlarimiz bor. O'sha bolajonlar uchun keladigan bolajonlarimiz uchun poni otlarimiz mavjud. Qiziqtirish uchun yoshlarni. Xo'p, hozirda qanday ishlar rejalashtirilgan ko'ryapmiz? Binoda ta'mirlash ishlari ham olib borilyapti. Demak, qanaqadir kattaroq bir musobaqaga taraddud ko'rilyapti, to'g'rimi? Shu oyning oxirida 28-29 mart kunlarida 4-xalqaro jamoaviy ulug' ko'pkari musobaqasi bo'lib ko'zda tutilmoqda. 8 ta davlatdan mehmonlar keladi. O'shani tribunalar ta'mirlashlari ko'rgan bo'lsangiz, tribunalarga ta'mirlashlari olib borilyapti. O'sha kelib tomoshabinlar uchun sharoitlar yaratilyapti. Xo'sh, keladigan otlarimiz uchun, o'sha mehmonlarning otlari uchun ichkarida deniglar taxlanyapti, ta'mirlanyapti. Ha, demak, jarayonlarga taraddud jiddiy ko'rilyapti. Jiddiy ko'rilyapti. Xo'p, Shuhrat aka, demak, musobaqaga tayyorgarlik avjida. Keling, mana shu yerda shug'ullanadigan yoshlar, sportchilar haqida gapirib bersangiz. Asosiysi shu sport maktab yoshidagi bolalarga to'garaklarimiz mavjud. Bemalol kelib ular o'sha ot sporti bilan shug'ullanishadi. Bepul maktab yoshidagi bolalarimiz uchun aholi oilaviy kelib dam oladigan odamlarga pulli xizmatlarimiz ham mavjud. Ha, demak, istalgan yo'nalishda kelib o'sha chavandozlik qilishni xohlaydigan, shunchaki ot sportidan zavq oladigan insonlar uchun darvozalar doim ochiq. Turistlar uchun, chet eldan keladigan sayyohlarimiz uchun ham turist zonalari ochilgan mavjud. Kelib tomosha qilib turistlarimiz ana shu ulug' ko'pkari sport turlarimizdan, milliy o'yinlarimizdan o'sha ulug' ko'pkari tomosha qilib ketishadi, zavq olib. Buxoro viloyatidagi Chavandozlar maktabi nafaqat mashg'ulotlar o'tkazadigan maskan, balki yurtimizda ot sporti rivojiga munosib hissa qo'shib kelayotgan markazlardan biri hisoblanadi. Bu yerda tayyorlanayotgan chavandozlar respublika miqyosidagi musobaqalarda ham munosib natijalarni qayd etib kelishmoqda. Xususan 2023-yilda Buxoro Chavandozlar maktabi ot sportining uch kurash turi bo'yicha ilk marotaba musobaqaga mezbonlik qildi. Mazkur turnirda Buxoro viloyati sportchilari ham faol ishtirok etib, yuqori natijalarga erishdilar. Unda buxorolik chavandozlar ikkita ikkinchi o'rinni qo'lga kiritib, kumush medallarga ega chiqishdi. 2024-yilda ham aynan shu sport turi bo'yicha musobaqaga aynan Buxoro Chavandozlar maktabi mezbonlik qildi. Bu safar ham buxorolik sportchilar o'z mahoratlarini namoyish etib, musobaqani muvaffaqiyatli yakunlashdi. Natijada ular 3 ta yuqori probali medallarni jamg'arishning uddasidan chiqdilar. 2025-yilda esa Andijon viloyatida ot sportining uch kurash turi bo'yicha navbatdagi respublika musobaqalari o'tkazildi. Unda Buxoro viloyati chavandozlari yana bir bor o'z salohiyatlarini namoyish etib, jami 5 ta medal bilan Buxoroga qaytdilar. Ot sporti yo'lanishi bo'yicha 9 oy 10 oydan buyon qatnashib kelyapman. Hozircha natijalar yaxshi. Trenerlarimiz bilan birga ot sportini sir-sinoatlarini o'rganib kelyapmiz. Hozircha musobaqaga tayyorgarlik ketyapti. Nasib bo'lsa, ot sporti bo'yicha yutuqlarga qo'lga kiritishga harakat qilamiz. Buxoro viloyatidagi Chavandozlar maktabida nafaqat tajribali sportchilar, balki kelajakda yurtimiz sharafini himoya qila oladigan yosh chavandozlar ham tarbiyalanib kelmoqda. Bu yerda har bir sportchi ustozlar rahbarligida muntazam mashg'ulotlar olib borib, o'z mahoratini oshirayapti. Maktabning iqtidorli sportchilaridan biri yosh chavandoz
Abbos Qudratovdir. U hozirda sport ustasi bo'lib, respublika chempionligi unvonini qo'lga kiritgan. Shuningdek, tajribali chavandozlardan biri Sanjar Rahimov ham maktabning yetuk sportchilaridan biri sanaladi. U ham hozirda sport ustasi, respublika hamda xalqaro musobaqalarda faol ishtirok etib, o'z mahoratini namoyon etib kelmoqda. Yoshlar orasida ham iqtidorli sportchilar talaygina, jumladan Ravshan Azimov sport ustasiga nomzod bo'lib, respublika chempioni hisoblanadi. Shahzoda Ro'ziyeva ham sport ustasiga nomzod bo'lib, respublika chempionligi bilan maktab sharafini munosib himoya qilib kelmoqda. Bundan tashqari maktabda istiqbolli yosh sportchilar Erkin Sodiqov, Akbar Oripov kabi chavandozlar ham muntazam mashg'ulotlarni olib borishadi. Kelajakda katta sport natijalariga erishish uchun tayyorgarlikni ular ham birgalikda olib borishmoqda. Albatta, bu yerda nomi tilga olinmagan, ammo astoydil mehnat qilayotgan boshqa ko'plab yosh chavandozlar ham bor. Shubhasizki, Buxoro chavandozlar maktabida yaratilgan sharoitlar, tajribali murabbiylar va sportchilarning tinimsiz mehnati kelajakda yanada yirik yutuqlarga zamin yaratadi. Bu maskan esa ot sportining rivojiga o'z hissasini qo'shib, yangi chempionlarni tarbiyalashda davom etadi.